3,5 ming dollarga tushgan. Bu balonni qanaqasiga chiqardinglar? Chunki men bu obvesdan keyin balon ichkarida kirib qolib ketish kerak edi, allakasi chiqib turibdi. Переходник qo'yilgan, o'shani hisobiga mana bu arka bilan почти bir xil bo'lib chiroyli turibdi. Orqasidan ko'radigan bo'lsangiz ham, вообще maxluq bo'lib ketgan mashina. Voy do'stlar, pnevmopodveskani qaranglar. Barmog'im ham kirmayapti dashi. Kirmayapti ko'rasizlar. Menga yana bitta narsasi yoqdi, bu mashinadagi spoiler. Даже spoilerda ham Vitsin dizayn yozilgan. Tushunishim bo'yicha bu bojiket Vitsinni o'zini bojiketi, to'g'rimi? Shunaqa. Qo'l mehnati. Ha, qo'l mehnati o'zimiz qilganmiz. 2 oy shuni ustida ishlab, chiroyli holatga olib keldi. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. O'zi bu bojiketi narxi necha pul turadi? Narxi boya aytganimdek 2800 dollar turadi. Faqat o'zingizlarning qo'lingizdan chiqadi. Shunaqa. Avtitsinga olib ko'rasizlar ekan. Bemalol lisi bor ekanlar, mana Vitsin kelasizlar, taqasizlar, xuddi shunaqa bo'ladi mashina. Bo'pti, qarang, shuncha gapirdingiz. Orqasi qanaqa chiqdi? Faqat